Do'stlar, bizlar hozir Bulung'ur tumaniga kelganmiz. Bunyod akamning hovlilariga. Akamiz mana shu noldan imorat ko'taryaptilar. Bunyod aka hozir mana shu noldan imorat ko'tarib, birdan fasad qismiga oldiga mana shu fasadni g'ishtlar qo'yib chiqyapsiz-da. Mana shu fikr sizga qayerdan keldi? Uyni noldan ko'tarib, oldini birdan fasad qilish. Menga bu fikr kelgani, endi bizlar bu qizil bilan sariqni aralashib kelganimiz yo'q, отдельно keryapmiz. Fasad qismlar endi birdan qilasiz, shuni 50 yil, 100 yil qayta remont qilaman demaysiz. Bir tomoni shu tomoni yoqdi. Ham bizlar o'zimiz Rossiyaga mana shunaqa uylar ko'taramiz. Noldan optik ko'taramiz, qilamiz. Shunga endi undan keyin fasadga shkaturka, traventin, atechniy demadim, birdan rishinani qabul qildim. Shu noldan ish bilan ko'tarishdi. Dalgaveshsiz. Kirishani qilamiz, shuni qilamiz, fasad demaymiz. Ko'rib turganingizdek, akamiz ham mana shunaqa Rossiyada noldan imoratni ko'tarib, oldiga fasad qismini qilayotganlar, lekin uylar o'zlarining uylariga ham xuddi shu narsani qilyaptilar. Azizlar, kimga mana shunaqa keramika g'ishtlarimiz kerak bo'lsa, oq rastvorlarimiz kerak bo'lsa, albatta Brick House'ga murojaat qilaverasizlar.